Xo'y, Selner xonimga nima qilding? Tezda javob ber. To'xtang ahmoqlar. Uning kimligini bilasizmi? Ortiqcha vahima qilmang. Qurollarni tushiring, tezroq. Qani? Lekin Selner xonimga nima axir lekin undan ko'ra Selner xonimga yordam ber ahmoq. Bizni kechirasiz, ovchi Sonjin. Mening odamlarim noto'g'ri ish qildi, uzr. Men hech nimaga tushunmayapman. Nima bo'ldi hozir? Ahmoq. Agar uning o'rnida Thomas Anderson yoki bo'lmasa boshqa darajalidan yuqori ovchi bo'lganda, bizni allaqachon o'ldirib yuborgan bo'lar edi. Uzr, ser. Selner xonim, yaxshimisiz? Siz juda ham terlayapsiz. Hammasi yaxshimi, Selner xonim? Javob bering menga. Selner xonim. Iltimos, bu narsani keyingi safar qilsak bo'ladimi? Selner xonimning ahvoli yaxshi emas. Buning uchun albatta uzr so'raymiz. Hechqisi yo'q, albatta. Adam, janobni uyigacha kuzatib qo'y. Tushunarlimi, Adam? Selner xonim, nima bo'ldi? Qirol. Judayam bunaqa qo'rqib ketdim. Bunaqa bo'lishi. Bu degani ovchi Sonjin bu. Milliy darajadagi ovchimi? Bunisini bilmayman. Lekin bu judayam qo'rqinchli edi. Men unga qaraganimda, u ham menga qarar edi. Va u ovchi Sonjin bu emas edi. Men uning kuchini, chegarasini ko'ra olmadim. Bu narsa judayam qo'rqinchli edi. Bu o'zi nima edi? Qanday qilib bo'lishi mumkinmi? Ovchi Sonjin, sen o'zi kimsan?